Hammaga assalomu alaykum. Bu 16-vlog. Köln shahridaman, Germaniyaning Köln shahrida sayohat qilishga chiqdim. O'sha Kölnning mashhur joylariga ketamiz. Mana bu grafitilarni ham sizlarga bir ko'rsatkim keldi. Hozir mana e'lon qilibdi. Poyezdga minishga keldim. Poyezd bilan 25 kilometr yuramiz. 5 yevro bilan. Shunaqa gaplar. Poyezddan tushib oldik. Mana shunday tushgandan qaranglar qanaqa vid. Germaniya Köln. Mana shunaqa vid. Bu zdaniya qarib 700 yil qurilgan. Ikkinchi jahon urushida bombalar tashlangan, lekin mustahkamligi uchun butun qolgan. Qaranglar, yurib O'zbekistonni bayrog'ini topsin. O'zbekiston. Ajoyib shahar. Qoch polis kelyapti. Fransiyada Eiffel minorasi mashhur bo'lsa, Germaniyada sabor. Germaniya turgan Germaniyani vizitkasi ekan. 600 yil avval qurilgan, hali ham rekonstruksiya qurib turgan ekan haligacha. Nima gaplar? Atrof to'la kreativ reklamalar qarang. Va bu reklamalar jonli insonlar. Xullas shaharni aylanib, magazinlarga kirib, darhol parkingga qaytib, palovxon to'rani boshladik. One day later. Tog'dagi qorlar erib tushibdi. Короче, hozir biz platniy tunnelga kiramiz. Platniy tunnelga kiramiz. Italiyadan kiramiz, Fransiyadan chiqamiz deganlar. Lekin tog'ga umuman Вы прибыли на место назначения. Tog'a qaranglar, tog'i tepasida qor bor hali. Qorlar erib, suv bo'lib, sharshara bo'lib turibdi. Soprovождение bilan ketamiz mana. Italiyadan kiramiz, xudo xolasa. Fransiyadan chiqamiz. Tunnel 15-20 kilometrmi shunday. Холодильникlar отдельный soprovождение bilan ketadi. Mana Kolizey, o'sha mashhur Kolizey. Jigarlar ichkarida hammaning ismlari yozilib chiqilgan xotira maydoni. Bu taraf esa Kolizey. Yomg'ir tashavordi-yu jigarlar. Hot. Bu yoqda hozir konsert bo'layotgan. Yomg'ir yog'ganiga hamma ichkariga kirib oldi. Bu Kolizey, bu yoqda sahna bo'laydi. Avval ham sahna bo'lgan, hozir ham mana shunaqa sahna, konsert bo'layotgan. Avval gladiatorlar urush qilgan bu yerda, buqani yugurtirishgan. Maskarabozlar shou ko'rsatgan. Xullas shunaqa. 1900 yil avval shu joy qurilgan ekan jigarlar. Yomg'ir yomon yog'yordi lekin. Qaranglar. Oh my god. Hamma yashirinib oldi xullas. Kolizeydan chiqdik. Ketamiz desak, yomg'ir. Yomg'irda qaranglar, yomg'irda. Avtobusga mindik biz, avtobusga. 1 week later. Assalomu alaykum, доброе утро. Bugun xudo xolasa Pritsep parkingda turibmiz.
yangi pritsep olishga Schmidt zavodiga ketyapmiz, Germaniyada deganlar. Kuzatib turinglar. YouTube'im borligi esimdan ham chiqib ketgan. Balla. Agar O'zbekistonda shunaqa mashinam bo'lsa, bormi? Balla. Pritsepni olishga keldik, yangi Schmidt pritsepni. Hujjatlarni qabul qilib oldik. Bonusga shikolatlar, soklar. Jiletkachasi. Jiletkachasi va hujjatlari. Hop, mana pritsepchani topdim. Yangi pritsepcha qaranglar. Yangi. Hali kraskani hidi kelib turibdi. Oh my god! Wow! Qaranglar. Bye. Balonchalar, masla. Ikkita zapas balon. Nomeri yo'q, hozir ilamiz nomerini ham. Tekshirib olamiz. Hali kraskani hidi kelib turibdi. Yangi. Ikkita shtangasi turibdi. Bu yerga hali peredelkalar qilib qulflar osadi, kameralar qo'yadi hali. Ishlari ko'p. Faralar sal boshqacha ekan. Hozir men faralarni ham hammasini yoqib ko'ramiz. Qarochi jigarlar, mana yangi pritsepni ham qabul qilib oldik. Yurmagan. Yangi tepada vertolyot uchibdimi? Nima bu? Qarochi urilmagan yangi pritsepni mana birinchi marta ko'rishim. Yevropada hammasi urilgan, turtilgan, mazasi qochgan pritseplar. Mana bu yangi masla, qaranglar. Bu yangi emas, yangi jigarlar. Buni ichidan raspakovka qildik. Mana jiletchani oversize berdi menga dedim. Buni o'zi kompaniya berasan dedi. Men aytdim, bermadi jilet. Dedim, endi buni qishda o'zimiz kiramiz, xudo xolasa. Dahshatu bu. Xullas, bugungi vlogimiz shu yerda tugadi. Like, kommentariy va podpiska esdan chiqmasa, ko'rishganda ko'rishguncha jigarlar.